Gurlan trendda, Gurlan deydi-ku, shunga mana xudo xolasa teplovoy nasosimiz qo'shildi. Ishga tushdi mana xudo xolasa. Ne uchun klientlarim aytadi trendda deb aytasiz? Endi teplovoy nasos qo'yilganiga ko'p odam kelib ko'radi, qiziqyaptilar. Ekonomishni, yana 220 da ishlaydi. Hozir 220 da bu yerdagi bir 200 kvadratimiz qizdiryapmiz. Minimalniy, maksimalniy degan to'q rasxodlari bor. To'q rasxodi maksimalniyda 6 kilovat, minimalniyda 3,5 kilovat ko'rsatilgan ekan. 3 kilovatda grubiy minimalniyda eng past az to'qiydi degani. Hozir ishlangan ishlarimiz buni xudo xolasa mana qo'shdik, qo'tlandi. Hozir ichkaridagi bufer tanklarni ko'rsataman xudo xolasa. Ichkaridagi ishlangan ishlar, bufer tank qo'yildi. Дополнительный rashbak, vakuum bachok qo'yildi. Ba'zi split degan teplovoy nasos turuna kiradi. Frem bilan aylanadi. To'nglab qolmaslik uchun frem bilan aylanadi. Podocha obratkalarimiz hammasi ulandi. Bu uyda hamma montajlarni o'zlari qilib qo'ygan ekan, bizlarga teplovoy nasos qurib berishga chaqirdi. Bizlar teplovoy nasosini qurib egasini topshirdik. Mana hozir xudo xolasa oldindagi ekranning nesi 55 gradusga qo'yib qo'yibmiz. Mana hozir 32 gradusga chiqdi. Bu yerda ishlash bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tanlovda adashmanglar.